Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sitora Farmonova haqidagi gap-so'zlar internetni portlatdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Quyida Sitora Farmonova video murojaat orqali javob qaytargan. Aktrisa Direct'da to'lib ketgani Direct'im portlatdi deb xabar qoldirgan va qiziquvchilar uchun savollarga aniq o'zimdan javob olasizlar deb yangi kanal ochganini e'lon qilgan. Bemalol internetdan, Instagramdan emas, o'zimdan yangiliklarni kuzatasizlar deb aytgan. Kanalimizni kuzatib boring, like bosishni unutmang. Assalomu alaykum. Hammada kayfiyat a'lomi? Menda zo'r. Sizlar uchun kanal ochdim. Juda ham ko'pchilikda savol tug'ilgan, juda ham ko'pchilik direktimni portlatib tashladi, savollar berib. Yangiliklarni va savollarga javoblarni kanalimga qo'yib boraman. Hamma yangiliklarni Instagramdan emas, kanalimdan olishingiz mumkin. Kanalga podpisatsiya qilsanglar, men yangiliklarni eng chiroyli yangiliklarni qo'yib boraman. Sitora Farmonova. Hamma joyda Sitora Farmonova haqida yangiliklarni qidirib, qiynalib o'tirmasdan meni kanalimga podpisatsiya qilsanglar, o'shadan hamma yangiliklarni o'zimdan, dostoverniy informatsiya, dostoverniy yangiliklarni o'zimdan ko'rasizlar.